Xayrli kun qizlar. Mana bu Activity oyoq plasterlariga o'tizlar. Qaranglar. Mana shunday yopishtiriladi. Bu plaster nima uchun kerak? Bu plaster yopishtirilgan mana shu yerlarda hamma joyda o'tlar bo'ladi. Bu organizmga hech narsa yutmasdan aynan mana bu o'tli plaster hamma shlaklarni, hamma zararli moddalarni teridan chiqarib oladi. Boshda olganingizda mana bunaqa siyli rang bo'ladi. Ertalab ko'chirganingizda polностью iding hamma organizmdagi kerak emas toksinlarni tortib oladi. Bu bizga nima beradi? Men nima uchun yopishtirdim? Qaranglar. Mana bu yerda ko'rib turibsizlar. Har bitta oyoqda har bir organga javob beradigan joy bor. Menikini qaranglar, bo'yinda turgan bo'lgan. Mana. Nimaga aynan bo'yin? Chunki meni bo'ynim bir necha kundan beri anchagina og'riyotgan edi. Mana shu bo'ynimga qo'yishni boshladim. Bu mendan lavanda edi. Ikkinchi kuni o'sha og'riqlarim ketganda, hozir umuman deyarli bo'ynim bezovta qilmayapti. Nopo'mli kurs uchun 15 kun yoki bo'lmasam yarim oy qilish kerak. Bo'yin, oyoq, tas, kishechnik bunday qizlar qo'yganda kechqurun qo'yiladi, ertalabga mana shunday olib tashaladi. Обязательно buni oyoq bilan bosmaslik kerak, чтобы organizmga qaytib ketmasligi uchun 8-10 soat turishi kerak mana shu oyoqda. Keyin buni yashil varianti bor. Hozir sizlarga ko'rsataman. O'sha yashil variantini olaman. Artroz. Nima uchun olgan edim? Hozir yashilni zakaz beraman. Buni o'sha oyog'ida shporalari borlarga ham zo'r qaranglar. Oyoqqa qo'ysa bo'ladi. Shu biror joyda seni terida og'riyotgan og'riqli joylar bo'lsa, og'riqli joyni o'ziga ham qo'ysa bo'ladi. Ayajonim tovonda shporalari bor edi, tovonlarga qo'yardi. Mana bu oyoqqa sariq joyi ko'ryapsizlar-ku? Aranjoviy joyga. O'sha aynan oyoqlarni polностью og'rig'ini ketkazadi. Ikkita upakovka olganda 10 yildan beri ishim vaspaleniyam bo'lib turib, bosish og'ir bo'lgan oyoqlarni mana shu pachkalarni 8 kunda o'ziga keltirib qo'ydi. 8 dan dal ishlatgani yo'q. Oyoqdagi отекlar hammasi ketdi. Bu polностью dorivor o'tlardan tayyorlangan. Противопоказание bu ichga ketmaydi. Bolalar 14 yoshdan katta insonlar uchun ishlatishga mo'ljallangan.